Assalomu alaykum, hurmatli Samovatmi chorva obunachilari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Yana Husaynboyevning fermasidan boqishga, mol qilishga sigirni zo'rdan ko'rsatib o'tamiz. Bolasidan olaman, boqaman degan ko'kalarimiz uchun Husaynboy bu haqida bitta ma'lumot. Bu 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz yoshi qanday? Necha tuqqan? 4-bolasi. Qorindagi 4-chi 3 tuqqan deyapti. Yoshlari yaxshi. Yeb ishlari qanday? Mana aka yalanganidan, qo'rnidan chiqqanidan bilasiz. O'zimiz chaynab bermaganmiz-ku qo'rnidagini. Shunday akajon, shunday. Buni narxi qanday? Narxini 14 deyapmiz. Endi kami bor. 14 kami bor. Kami qancha ekan bitta eshitaylik. Kami qay 13,5 dan ketdikini o'tib beramiz. 13,5 dan? Shu 13 ni o'zini o'tib bersangiz qanday bo'ladi? Mayli sizda obunachilaringizga. Samovatmi chorvaga 650 ta bo'lgani uchun. 12 million so'm top-tozani olasiz. Bormi aka? Ha. Nimaga yo'q? 12 million so'm o'sha bo'g'ozligi uchun bunaqa arzon narxda faqat Samovatmi chorvada bo'ladi. 12 millionga bo'g'oz yo'q. Samarqand viloyatiga Vizov Husaynboydan, mendan emas, men prosta videochi. Bo'lami 12 million so'm? 12,5 Samarqandni butun joyga, oxirgi talbasigacha. Yo'q, bunaqa arzon molni ko'rgandan keyin dastavka qilishni xohlamaydi odamlar, o'zlari kelib ketadi. 12 million so'm qilib qo'yaman. Topsin baraka. Bormi baraka? 12 million so'm. Topaymi baraka? Topang. Bormi baraka? Bor baraka. 12 million so'mga baraka bo'ldi. 4 oylik bo'g'oz deyapti. 3 ta tuqqan. Uchinchisi mana qorinda deyapti. Mol qilishga, boqishga, ranglari qora, yeb ishlari garantini, bir hafta garantiyasi bilan beradi. Pastda nomer qoldiramiz, nomer 20lik 026 29 329. Shunaqa kodam bormi 026? bor. 20 kodlar yangi chiqibdi. Zamon rivojlanyapti. Obuna bo'lib, podpiska, like hammasidan bosib qo'yinglar. Samovatmi chorva xizmatda. 700 ta bo'lganda bundan ham arzonni chiqaramiz. Nasib bo'lsa 700 ta bo'lsin. Bo'ldi, shunday qilamiz.